Toshkent shahrida ichki ishlar xodimi ruhiy nosog'lom shaxs tomonidan pichoqlab ketildi. Holat esa aynan mana shu yerda yuz bergan. Bu yerda hattoki jarohatdan so'ng qolgan qon izlarini ham ko'rishingiz mumkin. Ma'lum bo'lishicha, holat kecha 19-may kuni soat 18:30 da Yunusobod dehqon bozorining shundoq qarshisida yuz bergan. Biz aynan holatga guvoh bo'lgan fuqaroni izlab topdik. Tunnel oldida savdo qilib o'tirgan paytimda militsiya xodimi kelib, bir nafar erkak fuqarodan hujjat so'radi. Hujjat bormi dedi, ha, bor dedi. Qanaqadir gulli pakechidan hujjat, mana hujjat deb shunda pichoqni chiqarib, ko'krak qafasiga, keyin bo'yin qafasiga tiqib oldilar. Planshetga rasmga olmoqchi bo'lgan paytda shunda chiqib pichoqni tiqib oldilar. Keyin u ichki ishlar xodimining qasi aylanib borib, ana qon to'xtamagandan yiqilib yotib qoldi yerga. Shunda ko'rpaga o'rashdi-da, mashinaga olib 7-shahar bannisasiga olib ketishdi. Aytingchi, o'sha ruhiy nosog'lomligi aytilayotgan shaxs bozor hududida doimiy ravishda yuradimi? Doimiy ravishda yurmagan. Agarda mana shu ichki ishlar xodimi shu shubhali insonni tekshirmaganda, balkim boshqa insonga tiqilgan bo'lishi ham mumkin edi. Dastlabki berilgan ma'lumotlarga ko'ra, fuqaro aynan mana shu yer osti tunnelidan o'tayotgan vaqtida xodimlarda shubha uyg'otganligi sababli uni inspektor tekshirmoqchi bo'ladi. Shu vaqt erkak qo'lidagi pichoq bilan inspektorga hujum qilgan. 6 bo'lmasdan oldin. Kechki payt. Kechki payt. Nima bo'ldi deb aytishyapti odamlarning fikriga qaraganda? Kameraga olmoqchi bo'lgan, kimligingizni so'ramoqchi bo'lgan, fuqarodan shaxsini so'ramoqchi bo'lganda, u gapirmagan. Planshetga qarab, rasmga olib chiqarmoqchi bo'lganda o'shani tiqqan deyapti. O'ladi bo'ladi deyapti, u kapelnisida o'ziga kelmabdi deyapti, deyapti, gapiryapti. Men endi teskari qarab o'tirganimcha yo'lda nima bo'lganini bilmadim, to'g'risini aytsam. Orqangizda baqir-chaqir bo'lib ketdi, nima ekan deb qarab qo'ymadingiz? Yo'q, chunki ko'p edi odam meni yonimda. Zaniga keyin qochib yugurib ketishgandan keyin birinchi qilishdi mashinagalar hammasi. Birinchi qilib bir vaqtida yetib kela olmadi, yengil mashinani olib ketishdi deyshti. Men eshitganim shu. Ruhiy nosog'lomligi aytilayotgan shaxs shu hududda aylanib yuradimi? Biror marta ko'rganmisiz? Men ko'raman, ko'p ko'raman odamni. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, pichoqlangan xodim shoshilinch ravishda shu yaqin atrofdagi shifoxonaga olib ketilgan. Bemor olib kelinganligi tashxisi bo'yin oldi yuzasi sanchilib kesilgan jarohati, traxeya qalqonsimon bez, bo'yin arteriyalarini hamda venalarini jarohatlanishi bilan bemorga intensiv davo hali davom etmoqda. Barcha mutaxassislar tomonidan ko'rildi. Holat yuzasidan Yunusobod tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 25-97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Gumonlanuvchi shaxs protsessual tartibda ushlangan.